aql o'rgatishi yoki kimni saylashni o'rgatish shart emas. Hamma o'zini fikri bilan saylaydi. Pasport olingandan keyin berilaversa kerak, 16 yoshdan. Noto'g'ri belgilab qo'ysangiz, birdan 2 kishini belgilab qo'ysangiz. Mumkin emas, chunki u men uchun atalgan bo'ladi-ku. Menimcha 18 yoshdan o. Hech o'ylab ko'rmaganman. Yo'q, chunki bu mening fuqarolik huquqimda. Shu balog'at yoshi yetkazilibdi. 18 yoshdan tepa bo'lgan fuqarolar, O'zbekiston fuqarolari va shol chegaralamagan bo'lsa kerak. 18 yoshda. Shu jismoniy shaxslarda, yuridik shaxslarda va adashmasam 16 yoshga to'lgan yoshlarga bo'lsa kerak. 18 yoshda. O'zbekiston fuqarosi bo'lish kerak, voyaga yetgan bo'lish kerak, kamida 5 yil O'zbekistonda yashagan bo'lish kerak va boshqa bir qancha omillari bor. 19 yoshdan bo'lsa kerak. Pasport olgandan keyin mumkin. Menimcha 18 yoshdan o. Shunaqa yo'q. Pasport olingandan keyin berilaversa kerak, 16 yoshdan. 18 yoshdan. Umumiy e'tirof etilgan saylov standartlariga muvofiq muayyan bir davlatning ma'lum bir yoshga yetgan fuqarolarini saylovda ishtirok etish huquqi umumiy saylov huquqi deb yuritiladi. Shunga ko'ra, O'zbekiston Respublikasining saylov qonunchiligiga muvofiq saylov kuniga qadar yoki saylov kuni 18 yoshga to'lgan fuqarolari ovoz berish huquqiga egadirlar. Yo'q, bilmadim, hech uniga qiziqib ko'rmaganman, doim ochiq berganmiz. Yashirin ovoz berish sababi endi masalan hamma o'zi xohlagan insoniga ovoz beradi. Ochiqlik va shaffoflik ta'minlash uchun xohlagan odamni saylaydi, o'shaning uchun. Birov-birovga aql o'rgatishi yoki kimni saylashni o'rgatish shart emas. Hamma o'zini fikri bilan saylaydi. Odam o'zi saylaydigan odamni hammaga aytish shart emas. Agitatsiya qilmas kerak, o'zi bilish kerak saylaydigan kishisini. Aniq aytish kerak, shuning uchun Unisi munosabatlar kerak. Chunki boshqa ta'sir bo'lmasligi uchun, boshqa shaxslar tomonidan. Bilmadim. Chunki o'zimiz saylaymiz deb bitta odam hammaga aytish shart emas-ku. Saylovda yashirin ovoz berishi hech o'ylab ko'rmaganman. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va Saylov kodeksiga muvofiq mamlakatimizda erkin va yashirin ovoz beriladi. Yashirin ovoz berish prinsipi deganda, demak, saylovchining o'zi munosib deb topgan nomzodga yoki siyosiy partiyaga hech qanday to'siqlarsiz ovoz berishi, shuningdek saylovchining xohish irodasini biron bir tarzda nazorat qilinishiga yo'l qo'yilmasligini anglatadi. Shu maqsadda saylovchilarning xohish irodasini nazorat qilinishini oldini olish maqsadida tegishli yashirin ovoz berish kabinalari tayyorlash orqali sharoit yaratiladi. Saylovchi yashirin ovoz berish kabinasiga kiradi va shu yerda ovoz beradi. Aynan shu holatning qay tarzda bajarilganligi, saylovlarda yashirinlik tamoyiliga rioya qilinganligi chinakam demokratik saylov o'tkazilganligining muhim mezoni hisoblanadi. Buni amaliyotda bilmas ekanman, lekin mobil holatida, o'sha mazasi bo'lmagan holati bo'lsa-yu, uy sharoitida saylovga berishga adashmasam yo'li bor. Mumkin emas, chunki u men uchun atalgan bo'ladi-ku. Mumkin emas, har o'z fuqaro shaxsan o'zi ovoz berish kerak. O'z xohlagan nomzodiga uni biografiyasi bilan tanishib chiqib, keyin ovoz beradi. Bitta odam faqatgina bitta ovozga ega. Nega saylovga o'zim bormadim-da boshqa odamni jo'nataman? Nega? Yo'q, mumkin emas. Bizda unaqasi bo'lmagan, endi bilmadim qolganlarda. Qonuniy mumkin emas. Qariyalar borolmaydigani bo'lsa, uyga borib olib kelish kerak. Ularga davlat xodimlari. Yo'q, chunki bu mening fuqarolik huquqimda. Saylovda har bir saylovchi bir ovozga ega. Bu tenglik prinsipini bildiradi. Demak, har bir saylovchi bir ovozga ega, har bir ovoz teng kuchga ega. Shu nuqtai nazardan saylovchilar jinsi,
irqiy va milliy mansubligi, tili, dinga munosabati, e'tiqodi, ijtimoiy mavqei, ma'lumoti, ijtimoiy kelib chiqishi, mashg'ulotning turi va xususiyatidan qat'iy nazar teng saylov huquqiga egadirlar. O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga muvofiq bir saylovchiga bir necha byulleten berilganda yoki boshqa saylovchi uchun byulleten berganlik uchun tegishli javobgarlik belgilab qo'yilgan. tushib qoldirilsa, masalan, byulletenda xatolik bo'lishi mumkin, ikki martadan chiziq bo'lib qolishi mumkin, bo'yalgan bo'lishi mumkin. Shularni inobatga olib, noo'rin bo'lishi mumkin. Unisini bilmadim. belgilayotgan vaqtida bittadan ortiq nomzodni belgilash yoki bo'lmasa o'sha saylov qog'ozlariga qanaqadir shikast yetkazish ham bormidi, shunaqa narsalar, boshqa omillar. Noto'g'ri belgilab qo'ysangiz, birdan 2 kishini belgilab qo'ysangiz, yo shu byulletenni buzib qo'ysangizda. Hali uchovini ham belgilab qo'yilsa, meni fikrimcha, Adashmasam bittasini belgilash kerak, yumalaq qilib, plus x qilib belgilamaslik kerak edi, shuni eshitgandim. Unisini bilmadim. 2 marta belgilasa olinmaydi. 3 marta bo'lsa, belgilanmasa, tanish endi qarindoshim bo'lsa, balki shunga ovoz bersam shunaqa bo'ladi. Saylov kodeksida ushbu savolga aniq javob yozilgan. Unga ko'ra, quyidagi saylov byulletenlari haqiqiy emas deb topiladi. Saylov byulletenidagi bir necha kvadratga plus, tasdiq, x belgilari qo'yilgan yoki bo'lmasa bironta kvadratga belgi qo'yilmagan saylov byulletenlari haqiqiy emas deb topiladi.